Ассаламу алейкум, дорогие зрители, дорогие друзья. Мы хотели с вами поделиться с нашими бизнес-идеями, бизнес-планами. У нас много разных комплектов, много разных бизнес-идей имеется. Мы хотели с вами поделиться, и у нас имеется до доставки Душанбе. Assalomu alaykum do'stlar. Bizneslar ichida eng zo'r bizneslardan biri bu Penablog biznesi. Do'stlar, O'zbekistondan do'stlarimiz bo'lmish tojikistonlik do'stlarga maxsus video rolik bu. Bu sizlarga tavsiya qiladigan komplektimiz Penablog komplekt hisoblanadi. Komplektdagi narsalarni bir tanishtirib o'taman. Komplektimizda yevro qoliplarimiz bo'ladi. Juda ham bir usulli qilib, ramalari tagida shanir germetika bir so'z bilan juda ham idealniy qilib tayyorlangan qoliplardan 3 ta bo'ladi. Har bitta qolipdan 6 tadan blok chiqadi. Ya'ni komplektda 18 ta blok chiqadi. Diqqat bilan qarang. Bu qolipni qo'yib bo'lguncha 5 daqiqa vaqt ketadi. Ikkinchisiga 5, uchinchisiga 5, ya'ni 15 minutda 18 ta blok qo'ysa bo'ladi. 18 minutda, 15 minutda bemalol bu qolip ochib, g'ishini olsa bo'ladi. Ya'ni har 15 daqiqada 18 tadan blok qo'ysa bo'ladi. Devorlari burchagiga mana bunaqa kolonnalari bor. Ya'ni kolonna bo'lib chiqib keladi. Buni juda yaxshi tushunasizlar. Hamda devorning oxirgi qatoriga sismopoizga mana bunaqa latoglari ham bo'lib chiqadi. Komplektimizda bulardan ham bitta-bittadan bonus qilib beramiz. Keyingisi pena generator bo'ladi. Tayyor. Suvni penasini solsangiz pena chiqib kelaveradi. Hamda rastvor bochka, bu yerda katta kompressor, 50 talik kompressor bo'ladi. Ichida komplekt, pulsatori, shlanchasi, balon, hamma zapchastlari ichida yog'largacha bo'ladi. Hamda aralashtirgan mikser bo'ladi. 2000 obrotli mikser bo'ladi. Juda ham bir mustahkam bo'ladi. Mana shu yerda biznes boshlash uchun kerakli hamma narsasi bor. Hamda biznesni boshlash uchun boshiga mana bu yerda 1000 ta yetadigan penasini ham bonusga qo'shib beramiz do'stlar. Tojikistonga O'zbekistondan Dushanbega dastavka qilib beramiz. Ya'ni u yerda bizni sklatimiz bor, ana shu yerga dastavka qilib beramiz. Narxi $1100 bo'lyapti. Дорогие друзья, смотрите, у нас самый лучший, самый универсальный комплект, еврокомплект у нас. Вот форма, которая везде вот накреплены профилями и есть шаговые. Эта форма открывается на 2 стороны. У нас в одном комплекте 3 формы будет, по 6 штук, общее 18 штук блок выйдет. И у нас в одном комплекте будет такой одну колонну и последний ряд, чтобы заливать сейсмопоезд, будет такой еще лоток. И входит в комплект такой миксер, нормальный, хороший, самый крепкий миксер. И 50-литровый компрессор входит в одном комплекте. Есть еще пеногенератор для пена и еще растворная бочка. И бонус. Тут до 1000 штук хватающий гель в одном комплекте вместе доставки $1100 до Душанбе. Do'stlar, bu pena bo'ladi. O'z nomi bilan hamma tushunadi, bu suvda cho'kmaydi. Ya'ni pena bo'lgandan keyin suvda cho'kmaydi. Hamda endi buni yonadi deyshadi, pena bo'lgani uchun bu yonmaydi. Mana latoyning ichiga mana shunaqa latogi ham bo'ladi komplektning ichida. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Yonmaydi. Bundan oldin ham sinab ko'rganmiz buni, yana sinab ko'ryapmiz. Xudo xolasa 3-4 martada ham xudo xolasa umuman yonmaydigan bloklar bo'ladi. Bu latogi. Keyingi komplektimiz bu обычный komplekt hisoblanadi. Bu komplektimizda ham ishlab chiqarish uchun kerakli hamma narsalari bor. Ya'ni kompressor, mikser, qoliplar, qo'yinki ishlab chiqarishga nima kerak bo'lsa hammasi bor. Narxi $1000 bo'ladi. Dastavkasi. Друзья, это обычный комплект, тут тоже 3 формы, по 6 штук, 18 штук общий блок будет, и одну миксер, 50-литровый еще компрессор, одну колонну, одну лоток для последний раз, и растворная бочка, пеногенератор и гель для 1000 штук хватающие. Этот комплект у нас вместе доставки до Душанбе $1000. Keyingi komplektimiz bu universal komplekt. Ya'ni shu komplektimizdan 5 xil blok chiqadi. Ya'ni xonalari bo'lgani перегородка, ya'ni ingichka.
xonalari bo'lgan koridorlar ishlatilgan перегородкasi hamda Lego choq bosib chiqadigan mana Lego qoliplar ham chiqib keladi. Komplektimizda yoqib ko'rsatganimiz lato kolonnalar bilan 5 xil blok chiqadi. Universal komplekt chiqadi. Ya'ni penabloyni hamma narsasi shu komplektda bor. Narxi $1050. Do'stlarimiz uchun dastavka qilib beramiz do'stlar. Тут у нас, друзья, это универсальный комплект. Тут у нас тоже, тут тоже 3 формы, но 5 разных блок в этой форме. Одно полперегородка, половина 5 штук для перегородки будет блок выходить. И здесь Lego форма, тут будет самостыкающий, самый хороший блок выходит в одном форме. А еще простой, обычная форма, 3 формы, короче, 3 формы и еще 2 колонны в одном комплекте 5 разных блоков. Тут тоже все, инструменты, все есть. Это комплект вместе доставки до Душанбе $1050. Do'stlar, bu gazoblok liniyasi bo'ladi. Gazoblokni juda ko'p tushunadi. Sizni biz yashab kelayotgan baland etajdagi, ya'ni gazoblok hisoblanadi. Mana bu ko'rishingiz mumkin gazoblok blogi bo'ladi. Do'stlar, juda ham mustahkam bo'ladi. Standartlarga javob beradigan, ishonchli mustahkam bloklar bo'lib chiqadi. Blok haqida tushundinglar, liniya haqida tushuntiraman. Komplektimizda kerak bo'ladigan sisternalar bo'ladi. Albatta bunga issiq suv kerak bo'ladi. O'zi polni gradusli, ikki yonida original tentlari, avtomatlashgan mexanika bo'lib chiqqan universal bochka hamda mishalkasi bo'ladi. Mishalkasi siz biz yashab kelayotgan bir fazaga ham, ikki fazaga ham bemalol moslab ishlatsa bo'ladi. Qolipimizda, komplektimizda ichida qolipi bo'ladi. 12 tadan, har bitta qolipda 12 tadan blok chiqadi hamda universal reskalar bo'ladi. Universal reskasida перегородкаga ham, 20 ga ham, 30 ga ham, 40 ga ham qilib, razmer qilib kessa bo'ladi. Bu gazoblok liniyasi, ya'ni gazoblok komplektimizni $2200 ga Dushanbega skladgacha dastavka qilib beramiz. Тут, друзья, у нас газоблочные инструменты, форма, бизнес-идея. Все знают, который вот газоблок, как выглядит. И этот блок больше используется в высокоэтажных домах. Все это знают. У нас тут имеется однотонные шестерни и 100-литровые. Тут два такой водонагревателя и управление нагревателем. И все это одну бочку, все автоматизированный инструмент. Вы не будете мучиться, ничего не надо будет. Вода нальете, все, уже включает электричество, оно все готово перегреется. Тут миксер для газоблоков. Оно работает 2 фазы и 3 фазы можно включать. И входит в одну комплект 2 такой формы, по 12 штук. Каждой формы можно будет залить газоблок. И последнее, это универсальная резка блоков. Можно будет 20, 10, 30, 40 разных ширинах можно отрезать блоков. У вас этот комплект у нас входит вместе доставки до Душанбе $2200 вместе доставки. Keyingi komplektimiz bu universal komplekt hisoblanadi. Ya'ni sanab o'tamiz. Siz biz bilgan gazoblok hamda penablok qo'yapti, hamda bu penablokdan ko'tarilib chiqqan uylari tomini loyiha oqlash kerak, ya'ni lumbas qilish kerak. Lumbas qilish uchun ham apparatimiz bor, ya'ni pena generator. Pena chiqadi, mahsulotlarni bochkaga solinadi hamda mikser orqali aralashtiradi. Kompressor bu pena generatorni damlab beradi. Ya'ni mana shu yerda tomga loy bosish xizmati ham bor. Bir komplektda ichida bo'ladi. Ikkinchisi pena blok, ya'ni mana bunaqa pena blok quysa bo'ladigan komplekt ham buni ichida hamda gazoblok quysa bo'ladi. Gazoblok komplektida avtomatlashtirilgan bochkasi, aqlli bochkasi hamda mishalkasi bo'ladi. Bir faza, ikki fazaga ham bemalol ishlaydi. Bu gazoblokga quysa bo'ladi. Bu komplektimiz 3tasi bir, ya'ni bitta komplekt bilan 3 xil biznes qilsa bo'ladi.
Buni narxi $1800. Dastavka qilib beramiz, Xudo xolasa. Дорогие друзья, тут у нас самый лучший, самый хороший комплект бизнес-план. У нас можно будет здесь 3 разных бизнесом заниматься. Первый газоблок, второй гипсоблок и последний, третий. У нас можно будет вместо ломбоза можно заниматься пеноломбозом. Можно последнее, вот, когда дом заканчивается, вот, перед крышей можно заливать пеноломбозом можно заняться. Тут у нас все в одном комплекте вместе доставки $1800 до Душанбе. Keyingi komplektimiz bu fasadli plitalar hisoblanadi. Bu uylarimizda tashqi devorlarga ishlatiladigan plitalar. Bu plitalar orqali juda yaxshi tushunasizlar, baland etaj binolargacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bular sokul uchun juda ham chiroyli ranglari, juda ham chiroyli shakllari bor hamda bular fasadlarga ishlatiladi, tashqi devorlarga ishlatgan. Eng qizig'i bu plitalar ham fasadni chiroyli qiladi hamda sizni joningizni yaxshi saqlaydi. Ya'ni orqalarida izolyatsiya qilingan, ya'ni orqasida penasi bor. Sovuqni o'tkazmaydi. Bu penani juda ham yaxshi tushunasizlar. Mana shunaqa qilib quyishlari, mana ko'ring, har xil gullari, har xil ranglari qilib chiqarib beradigan uskunamiz mana bu yerda mujassam. Bu komplektimizni $1100 ga dastavka qilib beramiz hamda do'stlarimiz uchun mana bunaqa qoliplarida har xil qoliplari bor. Tanlashsa, tanlaganiga qarab 20 kvadrat bonus qilib beramiz. Ya'ni ishni boshlash uchun komplektimiz ichida 20 kvadrat ham ichida bo'ladi. Mana bunaqa rezinovoy qoliplari ham bor. Juda ham shakli, shamoyili juda ham ko'p buni. Bu qoliplarimizni narxi $100 atrofida chiqib qoladi. Дорогие друзья, у нас еще тут для фасадной сделали такой декоративная форма, декоративный бизнес, вот это все. Для фасад и в высокоэтажных домах используются вот это вот такие формы, вот эти вот такие камни сделали, вот это декоративные сделали. Можно заняться с этим бизнесом тоже. Еще у нас здесь вот такой теплоизоляция сделаны, можно будет изготавливать вот такой фасадные работы. Тут у нас это бизнес входит одну миксер или вот такой стол, вибраторный стол. В комплект входит такая форма. Есть много разных форм. Выбирайте до 20 квадратов бонус будет. Бонус 20 квадратов разных форм имеется. Выбирайте. И еще такой форма тоже есть. Резиновые, долго держащие. Это все форма разных видов имеется. И эта форма отдельно где-то $100 будет. Keyingi komplektlarimizdan biri bu termopanel hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana liniyasigacha ko'ring. Liniyasigacha ko'ring, chiroyli qilib mana shunaqa termopanel bo'ladi. Fasad uchun ishlatiladigan. Bir o'q bilan fasadni ham qilasiz hamda jonni ham saqlaysiz. Ya'ni xona haroratini saqlab beradi. Bu yerda yipki kamellar ham chiqaradi. Mana bunaqa yipki kamellar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagilar mana. Bunaqa yipki kamellar bo'ladi. Yarmini yopishtirmaganmiz. Siz azizlarga ko'rsatish uchun komplektimizda ishlab chiqarish uchun kerakli hamma narsasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin gullarini mana. Har xil turdagi gullarigacha bor. Shunaqa universalni qilib ishlab chiqarishni o'rgatib, bundan tashqari ham juda ham gullari ko'p, 100 dan oshiq gullari bor. Shulargacha o'rgatib ishlab chiqarish yo'liga qo'yib beramiz. Iloji boricha shu yerga kelinglar. Shu yerda yotar joylargacha, yeb-ichlargacha, hammasigacha qo'lga kelgancha sharoit qilib beramiz. Joylarimiz bor. Mana shu bizneslarni o'rganib, o'z yurtinglarda ishlab chiqarish qilsanglar bo'ladi. Bo'ladigan haqiqiy yaxshi bizneslar. Bu komplektimizning narxi $1100 ga universal qilib yetkazib beramiz. Дорогие друзья, здесь у нас гибкий камень, термоизоляция, все вместе, вот такой термоизоляция, гибкий камень, термопанель. Если хотите, приезжайте, мы все удобство сделаем, научим все. 2 дня, всего-то 2 дня все учитесь и начнете свой бизнес разных
видов разных, много разных рисунков можно сделать. Бизнес-идея. Вот имеется очень много разных, много цветных, разных цветов сделать. И в комплекте все нужно будет, все инструменты имеется, миксер, пульсатор, все, то, что нужно будет. Все. Это комплект вместе доставки до Душанбе $1100. Qishg'amini yozda yeb do'stlar chiroyli aqlli pechkalar tayyorlab qo'yganmiz. Bir zapravkasi bilan 5 soat yonadigan aqlli universal pechkalari bo'ladi. Bu yerda ko'mirlarini solib qo'ysangiz, o'zi xudo xolasa 5-6 soat bemalol yonadi. Bu yerga ikkita qozon yoki choynak qo'yib bemalol qaynatsangiz bo'ladi. O'zini komplektida juldonlari, hamma yog'i tortadiganlar, hamma yog'icha komplekt holatda bo'ladi. Dastavkasi bilan $100 qilib beramiz. Universalning умный печка до Душанбе, доставка тоже есть, $100 будет. Нам 5 час можно наливать. Вот это номер. Вот эксперимент будет, ничего не будет. Смотри, вот номер можно звонить. WhatsApp тоже, Telegram тоже есть.